Dasturlashni o'rganib ish topa olmaslikdan qo'rqyapsizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz qanaqa qilib dasturlashni oson o'rganib ishga kirishni o'rgatamiz. Bugungi qahramonimiz Dilshod aka Uzinfocom kompaniyasida backend dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimiz yoshlikdan IT sohalariga qiziqib kelgan ekanlar. Dilshod akadan dasturlashni o'rganishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda IT sohalarini o'rganishga universitetga o'qishga kirganman, lekin o'tda olgan bilimim ishga kirishimga yetarli bo'lmagan. Shundan keyin o'zim mustaqil YouTube'dagi darsliklarni ko'rib, dasturlashni chuqurroq o'rganishga harakat qilganman dedilar. Qahramonimiz dasturlashni o'rganganlaridan keyin ham ish topishlari ancha qiyin bo'lgan. Instantdan keyin IT yo'nalishida ish topolmay soliq sohasiga ishga kiribdilar. 6 oy ishlab, dasturlashdan uzoqlashib ketayotganlarini his qilibdilar. Shundan keyin odam o'zi sevgan kasb bilan shug'ullanish kerak deb Uzinfocom kompaniyasiga dasturchi bo'lib ishga kirgan ekanlar. Bu yerda ishga kirganlariga uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, hozirgacha ko'plab katta loyihalarda qatnashishga ulguribdilar. Dasturlashni o'rganib ish topishda qiynalmasligimiz uchun nima maslahatli berasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy dasturlash kurslarida o'qishni tavsiya qildilar. O'sha kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlashni tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zinglarni yaxshi ko'rsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.